Quba masjidiga kelib 2 rakat namoz o'qigan kim musulmon ana shu hududni ziyorat qilib ketadi. Hudud o'rnini. Bu hudud nomi Arish hududi. O yozib qo'yibdi. Arish hududi. Ya'ni muzik hududi ham deb qo'yadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni keldi. Bu yerda hurmolar bor, bu yerda quduq bor, issiqda bitta ko'lmakcha suv qilingan, suvga oyoqlarini solib, quduqda o'tiribdilarda, chekalarida. O'tiruvdilar. Abu Musa Ash'ari degan sahoba oldilariga keldi, "Ya Rasululloh" dedi. Dedilar, "Men sizni tinchligingizni qo'riqlagani keldim" dedi. Ya'ni sizga ancha-munchasi keladigan bo'lsa, men sizni ruxsatingiz bilan kirgizaman. Sizni ruxsat bermasangiz kirgizmayman. Shu xizmat qilsam maylimi dedi. Mayli dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom mana shu Arish qudugida oyoqlarini solib, damda olib o'tiribdilar. Abu Musa roziyallohu anhu hurmoni bog'da sat chekaragida kiradigan yerida o'tiribdi. Birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keldi. Ular kirib ketyapti. To'xtang Abu Bakr, qayerga ketyapsiz? Rasululloh huzuriga dedi. Devdilar, to'xtab turing. Men bugun Rasulullohning tinchligini qo'riqlaydigan odamman dedi. O'ziga o'zi bir nima qilib oldi, ish ochib oldi. Keyin Rasulullohning oldiga keldilar. "Ya Rasululloh, tashqarida Abu Bakr turibdi. Izn so'rayapti sizni oldingizga kelishlikka. Izn berasizmi?" dedi. Devdilar, janob payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdiki, "Ey Abu Musa" dedi. "Abu Bakrga kirishga izn bering." Sal madara kelavering. Abu Bakr Siddiqqa izn bering, kirsin. Yana keyin jannatning bashoratini bering dedi. Qarang. Abu Bakrga jannatning bashoratini berib, menga kelsin deb izn bering, kirsin. Abu Musa roziyallohu anhu shunaqa g'alati bo'lib ketdi-da. Rasululloh tillari bilan aytayapti. Jannati odammi deyapti-da. Keldilar. "Ya Abu Bakr, Rasululloh sizni kirishga izn berdi. Yana shu narsani aytib qo'yishga izn berdilarki, siz ahli jannat ekansiz" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hadis so'zni eshitib g'alati bo'lib kirib ketdi. Turuvdi, Hazrat Umar keldi. Ular kirib ketyapti. To'xtang, Umar, bugun men Rasulullohning qo'riqchisiman dedi. Izn so'rayman dedi. Keltirarki, aytdilarki, "Ya Rasululloh, Hazrat Umar turibdi. Oldinglarga qo'shilay deb izn so'rayapti" deganlarida janob payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Ey Abu Musa" dedi. "Umarga ruxsat bering kirishlikka" dedi. "Kirishlikka ruxsat bering va yana jannatning bashoratini bering Umarga" dedi. Abu Musa roziyallohu anhu g'alati bo'lib chiqib turib, "Ey Umar" dedi. "Sizni Rasululloh kirishingizga izn berdi. Yana bir eng katta so'zni aytdi. Sizni ahli jannatligingizni bashorat berishligimni aytdi" dedi. Janob Hazrat Umar roziyallohu anhu shunaqa xursand bo'lib ketdilar, yugurib kirdilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldi taraflarida, o'ng taraflarida Abu Bakr o'tirgan ekan. "O'tiring Abu Bakr" dedi. Hazrat Umar keluvdi, "Siz ma tarafimga o'tiring" dedi. Chap tarafga o'tirdi. Keyin ozginadan keyin Hazrat Usmon keldi. Hazrat Usmon keluvdi, kirib ketaman deb, "To'xtang, mendan ruxsatsiz o'tmaysiz" dedi. "Bo'lmasam izn bering" dedi. Kirib, "Ya Rasululloh, Usmon keldi" dedi. Usmon ibn Affon keldi. Janob payg'ambar alayhisolatu vasallam ajoyib so'zlar aytdilar-da. "Ya Abu Musa" dedilar. "Usmonga ruxsat bering kirishlikka va unga jannatning bashoratini bering. Lekin ana shu jannat unga qiyinchilik bilan yetishligini ayting" dedi. Qarang, juda ahvoli qiyin bo'ladi. Shuni ham aytib qo'ying dedi. Janob payg'ambar vasallamning oldilaridan keltirib, "Ey Usmon, janob payg'ambar alayhisolatu vasallam sizga kirishlikka izn berdi. Va yana sizga jannatlikni bashoratini berdi.
Lekin ana shu narsa sizga juda qiyinlik bilan yetishligini ham aytib qo'ydi. Ya'ni sizni boshingizga musibatlar tushishini aytdi dedi. Ya'ni osonlik bilan Abu Bakrga o'xshab osonlikcha o'lib qolmaysiz. Osonlikcha Umarga o'xshab o'lmaysiz. Sizni boshingizda juda katta bir imtihondan keyin siz bu mavqega yetasiz deyapti. Nima bo'ldi? Payg'ambar alayhisolatu vassalom olamdan o'tdi. Podshohlarning nimasi bor? Muhri bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalomda ham muhrlari bor. O'ziga bor edi. Bir yerga xat yozadigan bo'lsa, nima qilardilar? Yozib turib, muhrni bosib qo'yardilar. Bu muhrni janob Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'tib ketgandan keyin Abu Bakr oldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Muhammad Rasululloh degan pechatni bosib xat jo'natadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu olamdan o'tgandan keyin Hazrat Umarni oldi. Hazrat Umar haligi pechatni bosib yuradigan bo'ldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu olamdan o'tib ketganlardan keyin 3-xalifa Hazrat Usmon roziyallohu anhu bo'ldi. Hazrat Usmon roziyallohu anhu baquvvat kishi bo'lmagan ekanlar-da. Bu kishi ozg'in bo'lgan ekan. Ana shu paytda juda ozg'in, arvaq, qo'llari yuqoroq, akamga o'sha bir nozliroq odam. Endi muhrni oldilar Hazrat Usmon. Xalifada muhr bo'lish kerak. Bir kun Payg'ambar alayhisolatu vasallam masjiddan kelib, bu yerda quduqning oldida o'tirdi. Quduq oyog'ini solib, yuzida o'ynab o'tirdi. Eslab Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Abu Bakr bilan Hazrat Umar bilan mana shu yerda suhbat qilib o'tiruvdik. Rasululloh bir jannatni bashoratini beruvdilar deb o'tiruvdi. Tafetali yuzi tushib ketdi qo'lidan. Quduqqa tushib ketdi. Odamlarni chaqirdi. Raza kavlab 3 kun kavladi. Yuzi yo'q-da. Yuzi yo'q. Fitnani boshi mana shu yuzi bo'ldi-da. Rasul aytdi-yu, senga qiyin bo'ladi dedi. Aytgan-da. Senga kirasan-ku jannatga, lekin fitna bilan kirasan dedi. Ana shuni fitnani boshini gapirib qo'ygan ekanlar-da. Masjidda boshlanadi fitna. Hazrat Usmonga nimalar boshlangan-da? Rasululloh o'zigini yo'qotib bo'shashmay sen deb vallo'ani gaplar boshlandi, ketdi. Xudodan boshqa o'zi qildiramiz desa ham bu Rasulullohning o'ziga edi. Fitna to'xtamadi. Avjiga olib ketaverdi. Mana jannat baqiyaga nima Rasulullohning lavzaga kirayotganimizda, bu yerda lavzaga kirayotgan hamma niso eshigidan keldik. Niso eshigi degani bu ayollar eshigi. Oldida Jabroil eshigi bor. Bu vahiyni tashiydigan eshik. Jabroil alayhisalom kelib ashitda vahiy beradilar. Hali niso eshigidan ayollar kirib turib, Fatima onamiz bu yerda so'ri turibdi. So'rida sahobalarni kambag'allari o'tirar edi. Ana shu devor turibdi. Ana shu devor Fatima onamizning uylari. Fatima onamiz ashitda turardilar. Oysha onamiz oldilarida ayollar masala so'rab kelsa, ana shu masalalarni ular ashitda nima qilishardi. Ana shuning uchun ashi eshikni ayollar eshigi deb qo'ygan. Ashitdan kirganligi uchun. Hazrat Umarga bu ayollar eshigi deb Rasululloh aytganlarida Hazrat Umar xotinlar eshigi bo'lsa men umrbod kirmayman deb kirmay qo'ygan ekan. Oldiga bunday ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana yer bor. Ana shu eshik deydi, xalifalar yashagan uylari deydi. Qarang, o'rnlari. Hazrat Usmonni deydi, ana shu yerda shahid qilishgan. Bunday kirib Hazrat Usmon bunday qilganlarni qo'limda chopilib ketgan. Keyin ayoli himoya qilgani ayoli chiqqan. Shuncha odam turib Hazrat Usmonning himoyasiga ayoli chiqqan. Endi nima qilishyapsan dedi. Ayolini bittasi shapaloq bilan bunday qo'yib yuborgan. Hazrat Usmonning g'ayirligi kelib, meni ursang hech narsa demayman, lekin meni ayolimni sen urasan deb turib, hayotida bir marta
qarg'aydi. Hazrat Usmon birovni qarg'agan odam emas. Ayolini urganiga Hazrat Usmon hayotida bir marta qarg'aydi. Oyog'ing qurusin deydi, qo'ling qurusin deydi, ko'zing qurusin deydi. Haligi odam shol, qo'llari ishlamay qoladi, oyoqlari ishlamay qoladi, ko'zi ko'r bo'lib qoladi haligi odam. Mana shuni o'rniladi.